Nega kayfiyatingiz tez-tez buzilmoqda? Terida o'zgarishlar, vazn ortishi va sut bezida muammolar ko'paymoqda. Bunga gormonlar aybdormi? Gormonlar hayotimizda va salomatligimizda eng birinchi o'rinda turadi va uning muvozanati buzilishi natijasida juda ko'plab kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda yoshlardan tortib keksalargacha eng ommalashgan muammo gormonal buzilishlar hisoblanadi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozing. Hozirgi kunda gormonal muvozanatning buzilishiga juda ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Noregulyar jinsiy hayot, noto'g'ri ovqatlanish, vaqtida uxlamaslik va juda ko'p asabiylashish hisoblanadi. Bekorga yetishmaydi, vaqtida ovqatlan, vaqtida uxla, ko'p asabiylashvurma, ering bilan ajrashma, oilangni saqlab qol deb. Mana shularning hammasi salomatligimizga juda katta ta'sir qiladi. Ayniqsa, gormonal muvozanatning buzilishiga. Gormonal buzilishlar juda ko'plab kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Lekin men bugun aynan ayollar go'zalligi ramzi hisoblangan sut bezlariga gormonlarni qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida gapirib bermoqchiman. Birinchi o'rinda hayz sikl boshlanishidan oldin ko'kriklarda sanchiq, og'riq va shishlarni kuzatilishi, emizikli ayollarda sutni orqaga qaytishi yoki kam kelishi, qalqonsimon bezda qanaqadir o'zgarishlar yoki kasalliklar kuzatilsa, ayollarda ya'ni ginekologik kasalliklar bilan ko'p davolanishi natijasida va qaytalanishi natijasida sut bezida ham o'zgarishlar, ya'ni kistalar, fibroadenoma va hattoki saraton belgilari ham kuzatilishi mumkin. Kasallikni davolashdan oldin uni sababi bilan kurashishni to'g'ri deb bilaman. Chunki vaqt o'tgandan keyin sababini davolamasangiz, yana bemor avvalgi holatiga qaytib, muammo bilan sizga murojaat qilishi mumkin. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot juda ham ommalashib ketyapti. Ba'zi bir ayollarimiz yoki bemorlarimiz qanaqadir tekshiruvlar tashab yoki o'zlaridagi o'zgarishlarni, holatni tushuntirib yoki qaysidir vrachni qanaqadir tavsiyalarni etib, siz nima deb o'ylaysiz deb savollar bilan murojaat qilishmoqda. Bunday holatda murojaat qilgan ayollarimizga yoki bemorlarimizga juda ham yordam bergim keladi, lekin mutaxassis, vrach sifatida har bir bemorni ko'rmasdan, u bilan individual muloqot qilmasdan, o'zingni taktika va prinsiplaringga asoslanib tekshiruvlardan o'tkazmasdan bu bemorga yechim berish juda ham noto'g'ri deb hisoblayman. Nima uchun ayollar, ya'ni bemorlar mutaxassis mammologga murojaat qilish kerak? Chunki mutaxassisga murojaat qilganingizda ko'kriklaringizni mutaxassis ko'radi va palpatsiya qilib ko'rganda yana sizga qaysi etapdagi tekshiruvlar kerakligini aniq aytisha oladi. Birinchi o'rinda ultratovush tekshiruvi, ikkinchi o'rinda gormonal tekshiruvlar va uchinchi o'rinda ginekolog va endokrinolog xulosasi kerak bo'ladi. Sut bezi kasalliklari kelib chiqishida 3 ta gormon eng asosiysi hisoblanadi. Birinchisi prolaktin, ikkinchisi estradiol, uchinchisi progesteron hisoblanadi. Quyidagi sanab o'tgan gormonlarimizda o'zgarish bo'lsa, demak ayollar ko'kragida shish, zichlashish yoki og'riq, kistalar, fibroadenomalar, so'rg'ishdan har xil suyuqliklar ajralishi va boshqa holatlar sezilishi mumkin. Agar sizda videoda aytib o'tgan holatlarimdan bittasi bo'lsa ham kuzatilsa, demak bu tanangizni sizga berayotgan belgisi hisoblanadi. Bunday holatlarda mutaxassisga murojaat qilishdan erinmang, o'zingizni seving. Sog'lom gormonlar, sog'lom ko'krak va sog'lom ayol degani. Menga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha